2018-yil chiqqan Malibu 2larning monitorini foni mana shunaqa eskicha bo'ladi. Biza buni boshqacha fon qilib programma qilib beramiz. Premier tablolarga mos bo'ladi. Fonlar o'zgaradi. Bu hammasi programma orqali qilinadi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zgargan holatini ham ko'rsatib o'taman. Xudo xolisa ancha chiroyli bo'ladi. O'zini foniga qaraganda bu fonda klimat kontroli tepaga chiqadigan bo'ladi. O'zida klimat kontroli mana shu chiroq yonib ko'rsatadigan bo'ladi. Programmadan keyin tepaga chiqadi. Hozir programma yozish jarayoni boshlandi. Xudo xolisa programmani yozib bo'ldi. Hozir OK chiqadi. Programmani yozib bo'ldi. OKni bosamiz. Mana fonlari o'zgardi. Xudo xolisa chutki bo'ladi. Soatlari ham boshqacha bo'ladi. Mana ko'rinishi klimat kontroli mana tepaga chiqqan. Ideal darajada ishlaydi. Xudo xolisa hammasi chutki bo'ladi. Kimni Malibu 2siga shunaqa fonlarni o'zgartirish kerak bo'lsa, bemalol Lifecar Uzbekga murojaat qilsanglar, ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bu hammasi programma orqali qilinadi. Videoni Malibu 2 haydaydigan ukalarga yuborib qo'yamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsalar, a'zo bo'lib qo'ysanglar, sizlar uchun albatta foydali va manfaatli videolar qo'yib boramiz. Joningiz omon bo'lsin.